Vay. Quruq gapni oz qil. Opamzod Qosimimizni uydirdi, qochayib ketsa. Voy, ma gapni. Albatta sening yanang turish kerak-da. Sen degan opamning boyvachcha o'g'li. Puldor, boyvachcha o'g'il degan ota-onasini boqidi. Ha, mandaqda. Ma uyning miroslarini bilishadigan chaqda balaning kichiga ota-onaning mehri qanmagan. Keyin qata qo'shilganda ba uyning barliq bisatlarini balaning kichiga ko'rmas. Keyin ota-onamiz mana menda og'rib yassa, sen degan balaning uchun pullarda patvaning birini pichimiz shundami? Voy aka, hajab ustikansizlar ziyondan qochadigan ishqa. Anglab qo'ying, opam sizning o'qishingiz uchun 50 moyaning tarixchilikni uning qo'g'izibdi-ki. O'qib kadr bo'lib olib, endi hech kimni tanimas bo'lib qoldingizmi? Canım ballarım, bol talaşmanla. Ben sizlerini avar kılıp hiç neye bağmayayım. İşçim ben kızıp git bardım, bir oxştup, ögür it birinla balam. O'g'lingizning xotini itib bersin. Ha qachon ishdan keldigan vaqtim bo'lib qoldi-ku deymi? Ba mirosning hammini uningga bergandan keyin u ish itib bersin seni ikkita. Voy, nim demaksan? Voy, sen nim demakchi? Bo'ldi bas. Baydan beri ishikning to'yda turib, deyishgan hamma gapinglarni angladim. Acaba achamning ishga yurak parisi yenida turib, mushunda yetishi to'g'rimi? Voyay, vijdoningiz tutib ketyapti-da acha. Siz bek vafodor bo'lgandan keyin sizga berdiq, olib ketib beqing-a. Apanglar keslini davolasi pul ketidi, ziyon bo'ladi deb tashlab etadigan ish mushuk emas. Sizlar uningga qarmasanglar, men qarayman. Chiqishaveydin. Acar, meni kechirgin. Sana qarindoshlik mehrini yetkazolmadim. Ularni degan gaplarni ichingga ilib olma. Ular necha baliq otani bo'lgan onasining qadriga yetadigan bo'ladi. Ulanın uşunak çoğun olup kılışığa bana ben sebep değil sanırım. Aynı vakitte ben atanam yaxşı qarmay. Ulanı şunda kapkıp digenme. Hala bugünkü gün kelgende atanam qağallarım, ballarımdan yanılı dep fakat oylamaptı keme fukam. Bo'ldi acha, bu gaplarni deyishmaylik. Sen ayni vaqtda bundoq bo'lishini bilgan bo'lsang, hargiz undoq qilmaydi. Men bolalarga nasihat qilib qo'yay. Ular tex kichik, cho'qim o'shiladi. Aras acha, bu tibbiy in'omning oliydinar yurishligini sana og'ash kelgandim. Mushu jigar masalasiga qarata oziqlik o'rnida iste'mol qilsam bo'ladi ekan. Rahmat fukam. Aras acha, boya ögürüşkim kelyapti degandim. Men sana o'xshab o'g'ritib beray. Birdan baramab tura. Rahmat fukam. Rahmat. Bo'ldi acha, ko'ngilni yerim qilma. Yinadim men. Men sana qarayman. Köpten beri düşüm bozulur. Ölüp ketganda voy esit deymiz. Hayot vaqtida qadriga yetmaymiz. Pushaymon sharobini ichmaguncha aqlimizni topmaymiz. Mana bu insonchilik. Bugün bana şun haber kilip Çöp kettin üstümge